Azim aka, eshitdingmi? Ana ishlikdagi xodimlarni hammasini ishdan bo'shatib olibdi ekan. Voy, Bu shunchaki mish-mish, haqiqatni o'zingiz ko'ring. Xullas hamkasblar, biz ushbu jarayon orqali xodimlarimiz sonini qisqartirmayapmiz, aksincha ularni optimallashtiryapmiz. Bu nima degani? Bu korxonamizning ichki tartib nizomini, shu bilan birgalikda qadriyatlarga amal qiladigan xodimlarni yanada ko'proq jalb qilish niyatida ish olib boryapmiz. Istak odam tanlamaydi, istak qadriyatlarimizga asoslangan holda ish yuritadi. Xulosa esa o'zingizdan. Xulosangizga 3 soniya yetmaydi. Haqiqatga esa bir necha soniya kifoya.